Onajon, necha yoshlarsiz ayting? 7. Sizni ko'rib turgan obunachilar maza qilib 75. 75 yoshli onajonimiz. Dahshat yuragida o'ti bor onajonimiz. O'z omadini sinab ko'radilar. Dahshat onajonim. Rival Mojito jamoasi taqdim etadi. Onajonimiz 1000 gram go'sht kesib bersalar, 500 ming so'm sovg'a tariqasida beramiz. Ko'ringlar, 75 yoshli onajonimiz albatta g'olib bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi onajonim, yomon emas. Onajon to'xtab turing endi. Yana bitta imkoniyat beramiz. Siz yaxshi go'shtdan shunday olasiz. To'xtang endi onajonim. Yana bitta imkoniyat. Shuni to'g'rilab olsangiz 500 ming so'm. 120 gina. 75 yoshli onajonimizning imkoniyatlari. Yaxshi onajon. To'xtab turing onajonimiz. Boringizga shukr, boringizga shukr. 1 kilo 15 gram to'xtang endi. Onajonim, homiylarimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'ani sizga beramiz, bilasizmi? Muhim ishtirok onajon, muhim ishtirok. Qarang, onajonim, mana sizni ko'rib turgan obunachilarim bor-da, ko'rib turgan insonlarning haqqiga bitta duo qilib qo'yasiz onajonim. Ilohim. Perchatgan ustadan duo qilavering, sizga o'tadi. Boringizga shukr onajonim. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Allohim o'zing bo'lsin, o'zing bo'lsin. Hammamiz Aynan obunachilarimizga bu video, obunachilarimiz haqqiga duo bu. Sizlaringizga bersin, yuzlaringni yorug' qilsin. Bundan ham martabangizni ulug' qilsin. Alloh bizga bersiz, Alloh sizga bersin. Amin. Ming baravar qilib bersin. Allohu akbar. Onajonlarimiz sog' bo'lsin deganlar, yurtimizda barcha onajonlarimiz sog' salomat bo'lsin deganlar videoga bitta like bosib yuboramiz.